Qisqa sayohat. Bir yong'oqcha daraxtda turishdan zerikibdi. Shoxdan shartta uzilib, yerga tappa tushibdi. Bir-ikki dumalanib, so'ng daraxtga qarabdi. Shoxdagi do'stlarini yoniga chaqiritdi. "Hoy, yong'oqlar, namuncha? Ko'p osilib turasiz. Yura qoling, men bilan xo'p sayohat qilasiz." "Yo'q-e, bu juda xavfli. Seni bosib olishar. Jindayin sabr qilsang, bizni terib olishar." "Yo'q, ketaman. Hoziroq. Kutishga toqatim yo'q. Senday qo'rqoqlar bilan laqillashga vaqtim yo'q." deya yo'lga otlanib ketibdi shu ondayoq. Avval borib o'tloqqa mazza qilib yotibdi. Biroz ko'zi ilinib, jinday xurrak otibdi. So'ngra yana dumalab, ko'lmakchaga yetibdi. Chanqog'ini qondirib, dala tomon ketibdi. Shu payt osmon falakdan qarg'avoy ko'rinibdi. Yog'liqqina o'ljani tumshug'iga ilibdi. Ko'tarilib samoga, uyi tomon yuribdi. Yong'oqvoyning mag'zini mazza qilib uribdi.